Meni chiroyli so'zlaringizdan hech ham mahrum qilmaysiz. Qancha katta yuklarni tagiga kirsam ham. Do'st xotirlanmaydi, xotirlatadi bolam. To'g'ri noto'g'rini eslatadi, yaxshi yomonni aytib keladi. Xohlaysanmi senga Hazrat Umar haqida bir rivoyat aytib beray? Iltimos. Hazrat Umar xalifa bo'lganida bir odam yollabdi. Har kuni bir tilla beraman debdi. Bu odam vazifasining nimaligini so'rasa, har kuni oldimga kelib, "O'lim bor Umar" deysan debdi. Bu odam ancha vaqtgacha kelibdi. "O'lim bor Umar" deb bir tillasini olib ketar ekan. Nihoyat bir kuni kelib, "O'lim bor Umar" debdi va bir tillasini olibdi. Shunda Hazrati Umar boshqa kelma debdi. Nega? Boshqa kelma, chunki endi o'limni unutmayman debdi unga. O'sha kuni oynada soqolidagi birinchi oqni ko'rgan ekan. Menga har kuni o'limni eslatib turasizmi, Umar ota? Keragi bormikan bolam? Sochlaringga qirov tushganiga ancha bo'ldi. Meni chiroyli so'zlaringizdan hech ham mahrum qilmaysiz. Qancha katta yuklarni tagiga kirsam ham. Do'st xotirlanmaydi, xotirlatadi bolam. To'g'ri noto'g'rini eslatadi, yaxshi yomonni aytib keladi. Xohlaysanmi senga Hazrat Umar haqida bir rivoyat aytib beray? Iltimos. Hazrat Umar xalifa bo'lganida bir odam yollabdi. Har kuni bir tilla beraman debdi. Bu odam vazifasining nimaligini so'rasa, har kuni oldimga kelib, "O'lim bor Umar" deysan debdi. Bu odam ancha vaqtgacha kelibdi. "O'lim bor Umar" deb bir tillasini olib ketar ekan. Nihoyat bir kuni kelib, "O'lim bor Umar" debdi va bir tillasini olibdi. Shunda Hazrati Umar boshqa kelma debdi. Nega? Boshqa kelma, chunki endi o'limni unutmayman debdi unga. O'sha kuni oynada soqolidagi birinchi oqni ko'rgan ekan. Menga har kuni o'limni eslatib turasizmi, Umar ota? Keragi bormikan bolam? Sochlaringga qirov tushganiga ancha bo'ldi.